Qashqadaryolik MMA muxlislari, sizlar uchun juda ham katta yangilik bor. Ertaga 10-fevral kuni UFC jangchisi Bogdan Guskov, Ryzen chempioni Ilhom Nazimov va Miravzal Ahtamov, Furqatbek Yoqubov, UFC Warriors chempioni Xotanbek Boynazarov, Akbar Ismoilov, barcha sizlar tanigan internetdagi yulduzlar shu bilan birgalikda Husan Majidov va boshqa taniqli sizlar tanigan sportchilar Qashqadaryoga kelishyapti. Ular bilan siz ertaga, ya'ni 10-fevral kuni soat 11:00 da Arbat mehmonxonasini, menimcha hamma biladi Arbat mehmonxonasini, konferens zalida bemalol savollar berishingiz mumkin, ular bilan suhbat qilishingiz mumkin. Rasmlarga va o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz, masalan, boylarga qanday kirish mumkin, UFC ga qanday o'tish mumkin degan savollaringiz bor, menga ko'p berayotgan. Shu savollaringizga juda ham ko'piga javob olasizlar. Va keyinchalik muxlislar uchun aynan soat 10:00 da 10-fevral kuni 10:00 da meni zalimni bilasizlar, MMA markazi, shunda vatanparvar bog'im shunda to'g'risida joylashgan. U yerda master klass bo'ladi. Ya'ni siz jangchilarni qanday mashg'ulot olib borayotganini va mashg'ulot qilayotganini bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Gorilla Fight Camp mana shunday katta tadbirni Qashqadaryoga olib kelyapti. Bunaqa tadbirdan qolib ketmang. Bunday jangchilar har doim Qashqadaryoga kelavermaydi. Hammalaringizni taklif qilamiz.